qo'y egalari-chi desa, qo'y boqayotgan odamlar esa qalbi yumshoq bo'ladi degan. Shuning uchun hamma payg'ambar qo'y boqqan. Hamma payg'ambar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qo'y boqqanlar. Ba'zi paytda shunday qilib aytgan bo'lardik, nasihat qilardik. Adirlarga chiqib, tog'larga chiqib, telefonlarni o'chirib, zerikkan bir narsalar to'xtatib qo'yib, kenglikda, bemalolchilikda shu qo'ylarni boqib, xuddiki nimaga o'xshab. Bu insonning kibrini sindiradi. Insonni payg'ambari qanday bo'lganligini ham bildiradi. Payg'ambarimiz qo'y egalari-chi desa, qo'y boqayotgan odamlar esa qalbi yumshoq bo'ladi degan. Shuning uchun hamma payg'ambar qo'y boqqan. Hamma payg'ambar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qo'y boqqanlar. Ba'zi paytda shunday qilib aytgan bo'lardik, nasihat qilardik. Adirlarga chiqib, tog'larga chiqib, telefonlarni o'chirib, zerikkan bir narsalar to'xtatib qo'yib, kenglikda, bemalolchilikda shu qo'ylarni boqib, xuddiki nimaga o'xshab. Bu insonning kibrini sindiradi. Insonni payg'ambari qanday bo'lganligini ham